Yaponlar uchun minimalizm bu shunchaki dizayn emas, ruhiy tinchlikka olib boradigan falsafa. Biz Sakura Garden'da aynan shuni yaratdik. Toza chiziqlar, sof ranglar, yashil maydonlar va yorug' makonlar. Tinchlik va nafislik endilikda Farg'onada. Yaponlar uchun minimalizm bu shunchaki dizayn emas, ruhiy tinchlikka olib boradigan falsafa. Biz Sakura Garden'da aynan shuni yaratdik. Toza chiziqlar, sof ranglar, yashil maydonlar va yorug' makonlar. Tinchlik va nafislik endilikda Farg'onada.